Mana orzuyimdagi svidaniya. Yesizcha men hech qanaqa svidaniyaga ketayotganim yo'q. Bu prosta video. Birinchi eng muhimi biza ikkalamiz kelishilgan kun bo'lishi kerak. Chiq olib ketaman, menga umuman yoqmaydi. Boshida men gul bo'lishini ham xohlamayman. Xo'p, u gulni menga berdi deylik, keyin ko'tarib yuraman yoki u ham ko'tarib yurishini xohlamayman. Neudobno. Menga как-то baribir mashina bo'ladimi yo'qmi? Metroda. Obviously kostyumda bo'ladi. Bu уже menimcha aniq. Men kofe yaxshi ko'rmasam ham kofe shopga borgim keladi, chunki какой-то эстетикasi borda. Endi Eshesimdan chiqib qopti. Короче, yoz bo'ladi. Issiq, no, слишком issiq emas kun. Потом biza, короче, kitob do'koniga boramiz. Menga mana shu kitoblarni beradi. Hamma normalniy o'zbekka o'xshab, men ham kerak emas. And we will go to the park. Tipa parkda ko'l bo'lishi kerak. Men hozir rasm qo'yib qo'yaman. Zametkada yozib qo'yganman. Qanaqadir gaplar, u gaplarni menga aytish kerak. So'zma-so'z yozib chiqqanman, nima gaplar eshitish xohlashimni. And like svidoniyani oxirida menga gul berish kerak. Takoy вот buket. Keyin men takoy. Men o'ylaganimdan sal oddiyroq bo'lib qoldi. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying.